stol juda ko'pchilikda bu qo'lni berasiz. Oyoq izi tushib oladi. Dalini o'chib ketganda oyoq tushib. Bular bo'lmaydi. Bu oyoqda ham tushib qoladi. Chunki dalini ashunda to'g'ri chiqadi. Kecha meni ammam so'kdi-da meni. Videoda dalini o'chashni ko'rsatdim. Bitta odam oyog'ini bukib o'tirgan ekan. Bolam dalindan unaqa qilib o'lchamang. Yo yotish kerak yoki o'tirish kerak edi. Oyoq dedi buklanib dalini o'lchab bo'lmaydi dedi. To'g'ri chiqmay qoladi dalini deb meni kecha tanbeh bergan. O'zi buktirdi o'zi. Bular keldiyamiz amakimi bolalari. Endi aya deymiz-da, hoji aya deymiz-da. Shuning uchun. Ashtada yozib olgan ekan-ki, xo'p bo'ladi dedik. Shuni amal qilyapmiz mana endi. Hoji kamerani to'sib turing. Kamerani to'sib qo'yasiz. Kameraga chiqyaptimi? Dalingiz yaxshi-ku. To'g'ri, yaxshimi so'z yaxshi. Ko'rasizmi? Yaxshimanki, endi o'lchashim kerak-ku. Men har kuni o'lchatarman, imkon bo'lsa men do'stona soatni o'lchatmayman. Odatlanib qolasiz. Sal og'rib qolsa o'lchachini chiqib kelsangiz yaxshimi? U ham kasallik olib keladi-da. Chunki shu narsani o'lchamasangiz xuddi bir narsa o'qilayotganga o'xshaysiz, odat bo'lib qoladi. Mayga o'lchab qo'yasiz. Yuragim qisib qoladi, keyin dalini balandib ketadi. Yo'q, endi aytasiz-da, men yaxshiman deysiz-da, o'zingizni maqolasizda. Nima o'tirgancha xolanmay o'tkazib beraylik, ichkeling. Suvni ko'proq iching, xola. Hali kuni aytdim, zamzam suvni ko'proq ichma qo'ydim men. Zamzam suvni ko'p ichishga bonusini bering. Nimaga chaqolni o'lchaydi, bilasizmi? Yurakda, yurak yaqin. Ana yurak yaqin. Bilasizmi? Doktor bo'lganmisiz? Yo'q. Ha, meditsina bo'lganmisiz? Yo'q. O'zim o'lchayman. Ko'pchilik bu tomondan o'lchaydi-da, teppa. Chapdan o'lchash kerak, foydali suv ichib. Kelgandan bir qarab ketdim, dalim oshmadi o'zimga. Kuchyaptimi, harakat ko'p bo'lyaptimi? Uyda 160, 180 ga chiqdi. Bular necha yuradi yuzi? 160. 160 yuradi? 160. To'g'ri. Yaxshi. Bilasizga ham o'zingizni davringiz, ha? Xo'p, ko'proq sizda 200 dan oshib ketadi masalan. ha, buyrakda muammo bo'ladimi meni uyda beringizda? Nima muammo bor buyrakda? Toshi bor. Tosh bor. Oldingizmaganmisiz? Oldin men 2 marta tushgan. Yana shu bilan shug'ullanyapsizmi? Azmunchi dalini yeysiz. Yaxshi, 120, 130 qolashi, u yoqda ikki o'rtasi turibdi. Ha, yaxshi turibdi. 160 norma bo'lib qolgan. Aha.